shuncha boqib katta qilib uyingizda endi bir rohatini ko'raman degangizda tasavvur qila olmaysiz ekan, to'ygacha bilinmadi. Olib ketayotganda bilinar ekanda. Qiz endi u. Mana hozir ham aytsam, to'yda tura olmadim men. Boshida tura olmadim. Erkakmisan deyaveradi, yig'laysan deyaveradi, deyman aytaman. Jigarim olib ketyapti demanda. Farzand-ku, mayli bir urushga ketayotgani, boshqa ketayotgani, boshqa yaxshi uyga ketyapti, Allohning taqdiriga ketyapti-ku. Baribir-chi. Boshqacha bo'lar ekanda farzandni unaqa. Avvalambor bunaqa narsa hammaga nasib qilsin. Lekin to'g'risi men ayolimdan ko'proq men yig'ladim. Bilmayman nimagadir. Menga ko'proq ta'sir qildi bor-ku. Menga o'shaning uchun qiz farzandni bekorga aytmasangiz jannat pardasidir. Hozir ham misol uchun men o'g'lim bir marta xabar olsa, qizim 18 marta xabar oladi. Dada yaxshimisiz, yaxshimisizmi? Gaplaringiz yaxshimi? Bunaqa yaxshimi? Men aytaman, Allohning buyukligiga qarab. Shuni yemadi shu qiz bolaga berganligi mana ko'p odam sezmaydi yosh paytida. Katta bo'lsa sezar ekanda, qarang. Haqiqatdan ham farqi bor ekanda o'g'il bola bilan qiz bolani.